Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Sizlarga bugun 3 ta yangiligim bor. Yaxshi yangilik. Eng zo'ri Polsha elchixonasidan kelyapti. Ya'ni o'z Toshkentdagi Polsha elchixonasida o'zgarish bo'ldi. Buni aytib o'taman video davomida. Faqat bitta narsa aytib o'taman. Undan keyin yana bitta kim misol uchun Toshkentdagi ofisimiz orqali topshirganlar, ya'ni hozir 13 kishini menga jo'natishdi. 13 kishi topshirgan ekan, ya'ni ikkinchi partiyasiga o'shalarni ya'ni vnoskisi, ya'ni sizda priglasheniyangiz tasdiqlangan o'sha kishilarniki chiqibdi. O'shalar o'z familiyasini aytib o'taman. Va kechagi video bo'yicha ma'lumot beraman. Ya'ni B kategoriya bilan yoki BC kategoriya bilan Yevropadagi ish kimlar kela oladi, kimlar kela olmaydi, qanaqa kelinadi, qaysi yo'l bilan kelinadi, shular haqida to'liqroq tushunmaganlar misol uchun ko'p savollar tushdi bizga, ko'p telefonlar bo'lyapti. O'shalarga bir batafsil birdaniga javob beraman. Faqat boshida aytib qo'yay. Mana nomerni ko'ryapsizlar. Nomer chiqib turganligi uchun sirazi nomerga o'tib telefon qilmaysizlar. Birinchi mana videoni oxirigacha ko'rib, ma'lumotni to'liq qilib olganingizdan keyin aloqaga chiqsangiz ham o'zingizning vaqtingiz ekonom bo'ladi, ham bizning vaqtimiz ekonom bo'ladi. Shuning uchun noto'g'ri tushunmagan holda videoni oxirigacha ko'rsangiz agar Polsha davlatidan, ya'ni Polsha elchixonasidan ajoyib yangilik. Priglasheniyalar tasdiqlangan 13 ta odamni ism familiyasi, mana bu B kategoriya bo'yicha, BC kategoriyasi bo'yicha Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston fuqarolari qanaqa qilib kelsa bo'ladi Yevropaga, qaysi yo'nalish bilan kelsa bo'ladi, qanaqa kelinadi, qancha pul ketadi, nimalar kerak bo'ladi, shular haqida batafsil tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Video boshlamasdan oldin bitta like bosib qo'ysalaringiz juda xursand bo'lamiz. Savollaringiz bo'lsa yana kommentariyaga yozib qo'ysangiz, bundan keyingi videolarga o'sha savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa birinchi priglasheniya haqida gapirib o'tsam, aka-ukalar, mana o'tgan Toshkentdagi ofisimiz orqali topshirganlar, ya'ni misol uchun yana bir narsa aytib o'taman. Bizga ikki xil yo'nalish bor. Men o'zim priglasheniya qilib beraman. Ofisimizdan borib priglasheniya qilsangiz bo'ladi. Farqi $200, ya'ni ofisimizda $800 bo'lsa, mendagisi $600. $200 qimmatligi faqat shu ofisdanligi uchun, to'lovlar bankka borib qilingan uchun nalog to'lanadi. Shuning uchun $200 qimmat. Hammasining rezultati bir xil bo'ladi. Yana bitta narsa plyusi, ofisimizda misol uchun kimdir menga ishonmasligi mumkin. Sen chekkasan, sen qaydan bilamiz, sen unaqa qilishing mumkin, ketat qilishing mumkin, ketat qilmasligi mumkin. Xullas, ko'nglida misol uchun sal xijil bo'layotganlar bo'lsa, shu uchun u kishilarga yaxshi bo'ladi mana shu Toshkentga borib topshirganlari. Kimdir xohlaydi, prima o'zi topshirib yuboradi menga, kimdir xohlaydi borib ofis orqali topshiradi. Shuning uchun unga muammo yo'q, ikki tarafiga ham bemalol topshirsangiz bo'ladi. Ishonmaganlar borib bemalol ofis orqali topshirsa bo'ladi. Xullas, o'sha 13 kishining hozir ism familiyasini aytib o'taman. O'sha ism familiyasi chiqqan aka-ukalarimiz ofisimizga aloqaga chiqsa, Zohidjon nomeri, Zohidjon sizlarga o'sha xohlasangiz ofisdan borib qog'oz variantini olsangiz bo'ladi, xohlasangiz elektron variant tashlab beradi. Ataki bu elektron variantni sizga qog'oz varianti ham, elektron variant sizga hech narsa foyda keltirmaydi. Prosta bu sizni priglasheniyaga topshirganingizni bildiruvchi hujjat. Familiya aytib o'taman bir boshdan. Nabiyev Abbosbek, Nabiyev Tohirbek, Solihov Romish, Nomonov Azizbek, G'afforov G'anixon, Malikov Temur, Rahimov Nomonjon, Boymatov Inomjon, Dadajonov Eldor, Nazarov Umedjon, Muydinov Bahodir, Kadirov Alisher, Hayriyev Jahongir degan aka-ukalarimizga chiqqan. Zohidjonni o'ziga aloqa chiqasizlar. Ikkinchi masala, BC kategoriyasi bo'yicha yoki B kategoriyasi bo'yicha Yevropaga kelib ishlash. Ya'ni men hozir mana ko'ryapsizlar, Boskda ishlayib yuribman. Fevral oyidan beri, xudoga shukr, oldin ishlagan ishlarimdan juda ham yaxshi. Birinchi ochratda oylik masalasi ancha yaxshi, chunki oldin ishlaganlarim misol uchun $1200-1300 gacha ishlaganman. Hozirgi ishlaganim misol uchun bu yerda boshlaganimga 2200-2300 dan boshlaganman. Hozirgi vaqtga kelib bu 2600-2700 tepasiga, bu hali yana tepaga qarab ko'tarilib ketaveradi. Bu oddiy B kategoriyasi borlarga. Agar kimga misol uchun BCmi, BCYmi, o'sha BC bo'lgandan keyin ham kod 95 bilan chip kartasi bo'lsa, ularda misol uchun boshlang'ich oyligi $3000 dan boshlanadi. Ya'ni qanaqa kunlik 350 zlotdan beradi. Bu 350 zlotingiz plus minus hozirgi momentda $100 bo'ladi kunligingiz. Chiqib ketdingizmi, tamom, kalendarga necha kun bo'lsa hammasiga pul to'lanadi. BC kategoriyasi borlarga chip karta, taxograf, chip karta bilan kod 95 borlarga, ya'ni taxoga ishlagan bo'lsa, taxoni ishlatish bilsa, o'sha kishilarga kunlik $100 deydi. Ya'ni oyiga $3000 dan boshlanadi. Bu boshlanishiga keyin yana tepaga qarab ketadi. Endi eng qiziq joyi aka-ukalar, qanday qilib kelsa bo'ladi, kimlar kela oladi bu yo'nalish bo'yicha. Bu yo'nalish bo'yicha endi qarangizlar. Misol uchun siz O'zbekistondasiz. Kelishingiz uchun mana bu B kategoriya bo'yicha, BC kategoriya bo'yicha Polshadan hech kim sizga priglasheniya jo'natib bera olmaydi. Men ham jo'natib bera olmayman.
Faqat men qanaqa hujjat jo'natib qo'yib berishim mumkin sizga. Men sizga misol uchun priglasheniyani mana bu sklad yo'nalishidan olib bera olaman. Kiyim-kechak, oyoq kiyim, aksessuar, keyin uy ashyolari skladiga o'sha 3 ta sklad bo'yicha priglasheniya qilib bera olaman, taklifnoma qilib bera olaman. Misol uchun siz o'sha taklifnoma qilinadi. Taklifnoma qilingandan keyin siz u keyin elchixonaga navbatga ham qo'yib beraman. Navbatga qo'yib bergandan keyin qachonki navbatingiz elchixonaga borasiz, navbatingiz kelgandan keyin o'sha yerdan suhbatdan o'tasiz. Viza bersa agar viza bilan kelasiz Polshaga. Polshaga kelganingizdan keyin xohlasangiz borib o'sha skladga davomiy xohlaganingizcha ishlasangiz bo'ladi. Agar borib misol uchun sizga o'sha ish ma'qul bo'lmasa, borib misol uchun bir 2 oy ishlab, undan keyin bemalol mana men ishlayotgan yo'nalishga misol uchun Akmaljon bizga ish kerak, mana BS yo'nalishi bo'yicha yoki B kategoriya bo'yicha ish kerak desangiz agar, men sizni mana o'zim ishlayotgan yo'nalishga ishga joylashtirib qo'ya olaman. Bu ishga 2200-2300 dollardan boshlanadi boshlang'ich oylik. Xarajotingiz 300 dollar maksimum ketsa kerak yeb ichishingizga. Hatta qolgani kistangizga qoladi. Bu boshlang'ich. Keyin yana boya aytganimdek tepaga qarab ketaveradi. Yana buni qaytaraman aka-ukalar. Bu yerga kelish uchun Primoy BS kategoriyani o'zi bilan priglasheniya olib bo'lmaydi. Sizga men faqat sklad yo'nalishi bo'yicha, ya'ni 3 xil yo'nalishga kiyim-kechak, oyoq kiyim, aksessuar, keyin uy anjomlari skladidan priglasheniya qilib bera olaman, ya'ni taklifnoma qilib bera olaman. Keyin yana bitta narsa aka-ukalar, hamma bilib qolsin aka-uka, opa-singillar, bu priglasheniya oldingiz degani sizni 100% Polshaga kelishingizni tasdiqlamaydi, ya'ni garantiyasini bermaydi. Bu priglasheniya faqat bu yerdagi ish beruvchidan sizga olib tashlanadi. Bu sizni ishga taklif qilyapti. Ya'ni bu nima degani? Bu sizni misol uchun bu qog'oz bilan siz elchixonaga borib navbatga qo'yiladi. Qachon borsangiz bu nima degani? Bular shunday deyiladiki, misol uchun mana bu fuqaro menga ishga kerak, Polsha davlatiga menga ishga keladi, misol uchun viza bersa degan maqsadda beriladi. Ya'ni bu ishchi, bu odam menga ishga kelishi kerak, menga kerak bu odam degan narsa beriladi. Bu qachonki siz elchixonaga kirasiz, suhbatdan o'tasiz, suhbatdan o'tganingizdan keyin elchixona hal qiladi sizga viza berish yoki bermaslikni. Unga misol uchun men ham aralasha olmayman, mendan kattalari ham, mendan zo'rlari ham hech kim aralasha olmaydi. Biror kishi bu ish misol uchun vizaga garantiya desa agar, garantiyani faqat menda Polsha yo'nalishi bo'yicha faqat mashinnik odam vizaga garantiya berishi mumkin. Normalniy odam Polshani vizasiga hech kim garantiya bera olmaydi. Boshqa davlatlarga bilmayman. Men faqat Polshaga kelganman. Polsha haqida ma'lumotim bor. Shuning uchun Polsha haqida batafsil ma'lumot beryapman. Shuning uchun biror kishi garantiya beraman desa, garantiyasiga ishonmaysiz. Polshaga faqat priglasheniyaga garantiya berishi mumkin. Misol uchun priglasheniya yaxshiligiga, zo'rligiga, zakonligiga, legalligiga, atak priglasheniyadan boshqa hech narsaga garantiya berib bo'lmaydi. Shuning uchun aka-ukalar noto'g'ri tushunmagan holda yaxshilab o'ylab ko'rib, mana shu riskka hamma tayyor bo'lsa, undan keyin harakat qilib topshirsangiz bo'ladi. Keyin yana bitta qiziq narsani aytaman. Ko'pchilik aloqaga chiqayotganlarni hozir bir 30% hozir kamaygan ancha, uni oldin ham ogohlantirgandim. Aloqaga chiqayotganlarning 30% menga bolaning savol-javob bo'lyapti, haftalarcha gaplashyapmiz. Oxiriga kelganda misol uchun aytayaptiki, men senga qanaqa ishonaman deyapti. Menga ishoninglar deb men sizlarga ko'p va'dalar bermayman misol uchun yoki boshqa narsa elanmayman, menga ishoninglar deb. Bu meni ishim emas, menga ishonishlar deyish. Bu noto'g'ri narsa. Kimda-kim ishonchi bo'lsa, ko'ngli chopsa, misol uchun mana videolarni ko'ryapsizlar shuncha vaqtdan beri, kimni yuragi chopsa agar ishonch bilan harakat qilib sizlar bo'ladi. Menga misol uchun bir hafta gaplashib bo'lgandan keyin shuncha vaqtni yo'qotgandan keyin oxirga men senga qanday ishonaman desangiz, bu menga ham yaxshi emas, sizga ham yaxshi emas. Misol uchun o'zingiz vaqtingizni sarflaganingiz. Shuning uchun kim ishonmayotgan bo'lsa, boshidan menga aloqa chiqmasdan mana ofisga aloqa chiqsangiz, misol ko'ngilni xotirjam qilish uchun to'lovni bankka qilasiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ikki xil variantda ham, misol uchun ofisga topshirganlar ham, menga topshirganlar ham, misol uchun priglasheniya chiqmay qolsa, priglasheniya pulini kopeykasigacha pulini qaytarib oladi. Bir tiyin puli qolib ketmaydi. Misol uchun to'lov 2 bo'lib to'lanadi. Boshida 50% to'lanadi, tayyor bo'lgandan keyin 50% to'lanadi. Misol uchun o'sha birinchi 50% ni to'ladingiz, priglasheniya deylikki chiqmadi, sizga отказ berildi. Misol uchun sizga aytiladi, priglasheniyaga отказ bo'ldi aka deymiz, chiqmay qolsa. Keyin siz pulni qaytarsangiz, kartangizni tashlab berasiz. O'sha pulingizni nech pul tashlab bergan bo'lsangiz, kopeykasigacha pulingiz tashlab beriladi. Hech qanaqa qaytarib qolinmaydi. Esdan chiqarmaysiz. Faqatgina отказ berilsa agar qaytarib beriladi. Agar siz misol uchun topshirib qo'yib,
oradan o'tgandan keyin pulimni qaytar, menga kerak emas desangiz, u holda pul qaytarilmaydi. U holda siz misol uchun to'lagan pulingiz qaytarib berilmaydi. Chunki siz topshirib qo'ygansiz, u приглашение kelib chiqyapti. Kelib chiqqandan keyin u siz misol uchun birinchi to'lovni qildingiz, ikkinchi to'lovni siz bermaganingizdan keyin mana unaqa narsalar ham bo'ldi yaqinga. Kimdir to'lovni bir kishi отказ qildi, bormayman dedi, ikkinchi to'lovni qilmadi. O'shani nima qildim? Men приглашениеdan qolayotgan foydalardan oldim, o'sha odamning приглашениесini pulini to'lab yubordim. Agar u приглашение men pulini to'lamaganda edi, firma unga qo'shib 20 ta odamning приглашениесini menga bermasdi. Bu yerga shunaqa qonun qo'ydi. Agar pulini dakansa hammasini rachut qilmasangiz, sizga bitta dona ham приглашение bermaydi. Приглашение chiqqandan keyin bizga faqat приглашение screenshot qilib, ustidagi kodini yashirib bizga jo'natib beradi. Shu приглашение chiqdi, ko'rsat deydi, biz uni ko'rsatamiz. To'lov qilgandan keyin o'sha to'lovni ularga tashlaymiz. Ular keyin bizga приглашение tashlab beradi. Приглашение tashlab bergandan keyin sizga tashlab beramiz va o'shandan keyin kodi bilan tashlagandan keyin, fayl orqali tashlagandan keyin, undan keyin elchixonaga navbatga qo'ysa bo'ladi. Tak u misol uchun bir kishini pulini bermagan taqdiringizda, misol uchun 20 kishiga topshirganmizmi, o'sha 20 kishini приглашениесі bermaydi. Shuning uchun siz misol uchun men to'lamadim, sen ham to'lamaysan degan narsa xato narsa. Misol uchun siz to'lamasangiz, sizni joyingizga biz to'laymiz. U приглашение bizga turibdi misol uchun. Uni biz endi chiqib mana oldik приглашениені. Puli to'lamaganlar bo'lsa, misol uchun 2 kishi pulini to'lamaganlar bo'lsa, uni bizlar endi oqshom boshimizga yastiq qilib yotamiz, eslab. Bu ham endi nima desam, hammasi yaxshilikka. Bunga ham kimnidir ayblash niyatim yo'q. Xo'p, endi topshirish uchun nimalar kerak bo'ladi? Topshirish uchun faqatgina zagran pasport kerak bo'ladi. Boshqa hech narsa kerak emas. Yana bitta narsaga urg'u bermoqchiman. Yana nimaga? Ko'pchilik hozir aloqa chiqyaptiki, men Rossiyaga borganman, men Turkiyaga borganman, mening pechatlarim bor, mening deportlarim bor. Shunaqa narsa bo'lsa agar bo'lmay ekan, pasportni alishtirish kerak ekan, odamlar unaqa deyapti, odamlar bunaqa deyapti. Odamlar bu gapiga bekor aytibdi. Bo'lmagan gap. Meni o'zimning pasportimga 20 dan ziyod pechatlar bor, har xil bir 7 dan 6 ta davlatniki. Eng undan ham qizig'i, menga Rossiya davlatidan deportam bor, sveji. O'sha deportdan keyin 3 oy o'tib men elchixonaga kirib vizamni olib chiqqanman. Ya'ni bunaqa deportni, boshqa davlatning pechatlarini umuman aloqasi yo'q. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib, unaqa bilmayotgan bekorchi odamlarning gapiga ishonib o'tirmaysizlar. Endi kelamiz yangilikni zo'riga. Polsha davlati, ya'ni Polsha elchixonasi, Toshkentdagi Polsha elchixonasidan yangilik bo'ldi. Buni men o'zi boshida bunaqa narsa bo'ldi. Ya'ni oldin haftaga 2 marta SMS kelayotgan edi. Ya'ni chorshanba va shanba kuni SMS kelish kerak edi. Navbatingiz kelmaganligi haqida. Ya'ni haftaga 2 kun жеребьевка o'ynalardi. Haftaga 2 kun o'ynagandan keyin, misol uchun, agar chorshanba kuni SMS kelmasa, sizga payshanba kuni SMS kelasdi, navbatingiz kelganligi haqida. Yoki shanba kuni SMS kelmasa, sizga yakshanba kuni SMS kelasdi, navbatingiz kelganligi haqida. Endi bu narsa keyin bir qaradim, seshanba kuni ham kelayotgan bo'ldi, chorshanba kuni ham kelayotgan. O'zi chorshanba kuni kelish kerak, seshanba kuni ham kelayotgan bo'ldi. Bir kun oldin kelayotgan ham bo'ldi o'sha narsa. Keyin qaradim, shanba kuni kelayotgan bo'ldi, juma kuni ham kelayotgan bo'ldi. Uni e'tibor berib qarasangiz. Xullas, men buni zboy deb o'yladim. Ya'ni bu xatolik, bir har zaman shunaqa bo'lib qolsa, men xatolik bo'ladi deb o'yladim. Lekin kecha menga shu ofisimizdan xabar keldi, yangilik keldi. Zoqchon menga xabarni aytdi. Ya'ni endi bundan keyin haftaga жеребьевкamiz 4 kun o'ylanar ekan. Ko'ryapsizmi? Yangilik bu endi nima degani? Polsha davlatiga imkoniyatlar yana ham ko'proq bo'ladi. Menimcha viza berish yana ham ko'payadi. Shu uchun odam ko'payib ketganligi uchun, ochratlarni tezroq kelishi uchun, tezroq odamlar ishga kelishi uchun bunaqa narsani tezlashtirishgan deb o'ylayapman. Ya'ni endi siz oldingiday misol uchun haftaga faqat 2 kungina жеребьевкani kutmaysiz, haftaga endi misol uchun 4 marta o'yin bo'ladi. 4 marta haftaga 4 marta SMS keladi. Endi nasib bo'lsa bundan keyin yana ham tezlashadi ochrat kelish, viza olish yana ham osonlashadi. Ya'ni viza berish yana ham ko'payadi deb o'ylayman. Chunki hozir Yevropada juda ham ishchi soniga bu yerga anovi bor. Ehtiyoj bor, ishga odamlarga ehtiyoj bor. Ayniqsa eng ko'p ehtiyoj bo'layotgani bu sklad yo'nalishi bo'yicha, chunki bilyapsizlar, kundan kunga internetdan olish berishlar ko'payib ketyapti. Misol uchun magazindan ham ko'ra, magazinlar, misol uchun Yevropada ham magazinlar juda ham zo'r rivojlangan, savdolar juda yaxshi bilasizlar. Polni hamma joy ochiq bo'lgandan keyin hamma joyga odamlar ishga boradi. Ishchi odam kam. Ya'ni imminda Polshaga ishchi odam kam, o'zini odamlari ishlamaydi. Nimaga Polshani o'zini odamlari ishlamaydi? Chunki Polshaga oyliklar kamroq bo'lganligi uchun, ya'ni qanaqa bizlar uchun oylik yaxshi, lekin polshaliklar uchun bu oylik kam hisoblanadi va polshaliklarning ko'proq qismi Gollandiyaga boradi, Daniyaga boradi, Germaniyaga, Fransiyaga, xullas ko'proq pul berayotgan joylarga borib ishlaydi o'zlari.
keyin mana bu Polshaga nima bo'ladi? Polshaga misol uchun bizaga o'xshagan aka-ukalarga ehtiyoj ko'payadi. Shu uchun hozir misol uchun Hindistondan kelyapti, Malayziyadan kelyapti, Indoneziyadan kelyapti, Filippindan kelyapti. Shunaqasiga ham misol uchun O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelyapti. Shunaqasiga ham odam yetishmayapti. Ikkinchi masalasi, shofyorlar juda ham yetishmayapti. Shofyorlar juda ham kerak. Misol uchun bizlar yo'nalishimizga ham, bizaga ham misol uchun hozir mana odam kerak, qanchadan qancha fani fura yo'nalishi bo'yicha ham furaga pastyan odam kerak bo'ladi. Pastyanni furaga misol uchun kim ishga kiramansa, pastyan odam kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu Busk yo'nalishi bo'yicha ham kim ishga kiramansa, pastyan odam kerak bo'ladi Busk yo'nalishi bo'yicha ham. Shu uchun bundan keyin yaxshi tarafga o'zgaradi. Misol uchun Rossiyaga deporti borlar, misol uchun qiynalib topshirib qo'yish kerak mana bu yerga yoki bo'lmasa Rossiyaga boraman deb misol uchun balki Rossiyaga ham borganlardir. Shu Yevropaga harakat qilish kerak aka-ukalar. Birinchi ochratda sizlarga maslahatim, hammasidan ham birinchi ochratda harakat qilishdan oldin til o'rganishga harakat qiling. Polsha tilidan ham Polsha tilini o'rganing demoqchi emasman. Eng osoni hozir ingliz tili. Любой joyga borsangiz, misol uchun internetga, YouTube'ga qarab ham o'rgansangiz, multik ko'rib ham o'rgansangiz bo'ladi, kino ko'rib ham o'rgansangiz bo'ladi. Oddiy o'qishga borib o'rgansangiz ham bo'ladi. Eng oson narsa, sizdan ko'p vaqt ketmaydi. Misol uchun har kuni yoki haftaga 2 martami, 3 martami kuniga bir 10 ta so'zdan yodlagan taqdiringizga ham misol uchun приглашениyaga topshirib qo'ysangiz, to kelguncha siz gaplashish darajasida inglizchani yaxshi bilasiz. Bu yerga kelib siz qiynalmaysiz. Misol uchun mana men inglizchani bilmayman. Переводчик bilan gaplashman. Xudoga shukur, qiynalganim yo'q, lekin agar til bilganimda men hozir misol uchun 2,5 ming, 3 ming dollar oylik emas, 4 ming, 5 ming dollar oylik olardim. Bu oyliklar realni. Bu oylikda hech kim misol uchun YouTube'ga chiqib biron kishi sizga aytmaydi. Mana bu hozir Buskdagi oyliklarni ham hech kim shu vaqtgacha aytmagan. Любой joydan izlab ko'rsangiz bo'ladi. Men ko'rganman bunaqa oyliklar kapik. Men boshqa joylarga ko'rganman, bunaqa oyliklar kamgina aytgan, lekin bunaqa ishga hech kim taklif qilmagan. Men ko'p joyga hozir e'tibor beryapman. O'zbeklar chaqirmaydi, o'zbeklar yordam bermaydi. Nimaga unaqa qilmaydi? Chunki o'zbeklar hammasi ham emas, hammasiga tegishli emas. Ayrimlar misol uchun bitta atalar, go'salar butun podani buzadi deganday kimnidir o'zbekni chaqirib qo'ygan, kidat qilib ketgan misol uchun. Kimnidir chaqirib keladi, sharmanda qilib ketadi. Shu uchun ko'pchilik mana Buskda ishlayotganlar chaqirmaydi o'zbeklarni. 100% bir tanigan, bilganni chaqirmasa agar bir begon odam chaqirmaydi. Shu uchun birinchi bu Busk haqida yangiliklarni men aytaman. Mendan oldin hech kim aytmagan hali Buskni. Men eshitganim yo'q, ko'rganim ham yo'q. Agar ko'rganlar bo'lsa tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Buskdan siz juda ham yaxshi pul ishlasangiz bo'ladi. Buskga ishlab, даже furadan ham ko'proq pul ishlasa bo'ladi. Lekin hammasidan emas, furaga men bilganlarim, misol uchun kommentariyaga ham ko'proq yozadi, bunaqa oylik yo'q. Mana bizlar furaga ishlayib yuribmiz, 2100 dollar, 2200 dollar, 2300 dollar deydi. Mana bu yerga shunday kirasiz, boshlang'ich bu Polshadagi eng arzon kompaniyaga men ishlayman. Men eng arzon kompaniyaga ishlayman. O'shanga ham misol uchun oyligingiz 2200-2300 dollardan boshlanadi. Misol uchun hozirgi meni oyligim 2600-2700 bo'lsa agar, bu hozircha bu yana tepaga qarab ketadi. Bunaqa oyliklar, realni oyliklar. Bu men sizlarga havodan osmondan olib aytganim yo'q. Prosta biga like olish uchun, kommentariy olish uchun, podpischik ko'paytirish uchun aytilgan yo'q. Misol uchun hozir 55 mingta, 50 necha mingta obunachimiz bo'lgan bo'lsa, hammasiga haqiqatni gapirib erishganman. Bu yerda bizlar havodan, osmondan olib gapirganim yo'q gaplarni. Hammasi haqiqatlar. Shu uchun aka-ukalar bu misol uchun bu ishga kelmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol mana sklad yo'nalishi bo'yicha, boshqa yo'nalish bo'yicha kelib, harakat qilib, yaxshi ishlarga ishlab, yaxshi pullarni topib, misol uchun 1 yilga 1 marta O'zbekistonga bormang-ku, 1 yilga misol uchun o'sha stroykaga ishlab yoki boshqa oddiy ishlarga, skladlarga ishlab siz 1 yil, misol uchun 1 yilga deylikki 1 yil ishlab misol uchun bir xillar keladi, 1 yil ishlaydi-da, kamida 1 yil ishlaydi, bir normalniy pul qilgandan keyin bir O'zbekistonga borib keladi. Agar siz mana bu ishga kelganingizdan keyin o'sha skladdan mana bu ishga o'tib ishlasangiz, siz o'sha 1 yillik oyligingizni 6 oyliga topasiz. 6 oyga bemalol topasiz, keyin siz 1 yilga emas, 6 oyga uyga borib kelsangiz bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. Xohlagan paytingiz borib, xohlagan payt kelasiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ketishingizga bitta otpuskacha olasiz, borasiz, 1 oy turib, yana sirazi qaytib kelasiz, yana ishingizga davom etasiz. Ana shunaqa hurmatli aka-ukalar, mana shu yerga men nima demoqchiman? Sizlardan bitta like, savollaringiz bo'lsa kommentariyaga kutaman. O'zlarga tarqatib qo'yingizlar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yingizlar. Hammaga rahmat, hammaga omad, salomat bo'lingizlar. Yana yangiliklar qolsa efirga chiqaman. Hammaga omad, rahmat kattakon.